Ramazanda Uyg'urluq. Abdori Abduvali Ayub. Ramazan Uyg'urluqni, madanilikni barpo qiladigan xosiyatli fursat. Biz o'zimizda Uyg'urluqni uyg'otadigan, kuchlantiradigan kunlarda yashayapmiz. Ba'zilarimiz Ramazanning barkatlik iftorlarida do'stlikni, hamkorlikni, fikrdoshlikni, ilm va fazilatni o'rganyapmiz, tarqityapmiz, o'rtoqlashib, kuchlantiryapmiz. Ba'zilarimizning Ramazandan burunqi ko'ngan tatliqimiz, ya'ni jaholatlik qittig'urligimiz, zahar xandiligimiz, adovatxo'rligimiz, nafratvozligimiz davom qilyapti. Ramazan oylarida shayton bog'lanadi deb rivoyat qilinadi. Ammo bir tilliq, bir musibatli qarindosh Uyg'urga shaytondanmi qabiy dushmanlik qiladigan, iblisdanmi bakrak zarini sanchayotganlarga qarab, xarakteri xaroblashib, fazilati payxon bo'lgan, odamiylikdan nisivisi büşігіділі nesi qilgan insonlarning musulmonlik da'vosi qilishining beshimizdagi vabo ekanligini his qilaman. Uyg'urlikdan yiroqlab, insonlikni tiriklik va tirikchilik deb tushunadigan jonbaqar dinsotarlarning Uyg'urlikning belgisi bo'lgan musulmon da'vosini zo'riqib talashishlari, iman meydanida süren silishleri, kulaklarımızı haqning sadasıdan mahrum qo'yuvatıdı. Musulmonlik insondan haqqa iman aytib, o'zini haqiqat, adolat, taraqqiyotga moslashtirishni, o'zini hayotga uyg'unlashtirishni, madaniy qoida, nizam va prinsiplarga bo'ysunishni talab qiladi. Mana bu Uyg'urlik. Mana bu Uyg'urlarning bovulardan tavarruq qolgan, mo'milardan miros qolgan musulmonlik. O'tmishda bovularning O'g'izxonga uyishi, hur yashash, hayot qilish uchun hamkorlikqa uyg'unlashqini, Uyg'ur bo'lgani edi. 40 nafar barna qiz va zabardast yigitning 1000 yil ilgari Sutuq Bug'raxonga uyib, quldorlikning homisi bo'lgan O'g'ilchoq Bug'raxonga qarshi otlanishi, adolatga, haqqoniyatga uyg'unlashqini, Uyg'ur bo'lgani edi. Appoq g'o'ja jaholatiga qarshi haqiqatni yoqlab chiqqan mashrab haqiqiy musulmon Çin Uyg'ur edi. Chunki u nopozga, kuchga, zarga, zardarga bo'ysungan emas. Qurolga, qilichqa, askar va sardarga uyg'unlikni tanlagan emas. Balki haqiqatga uyg'un yashashni, zolimga qarshi Uyg'ur bo'lishni, haqni jakarlashni uyg'un ko'rgan. Şuna onun yolu Uyg'urluq yol edi. Bugün taraqqiyotga, adolatga, demokratiya, haqqoniyatga va hurriyatga nafratlanayotgan, qarindoshlikni, taqdirdoshlikni, milliy muhabbat va milliy istiqbolni zidlaydigan ziddiyatlarning urug'larini her yerde, her sorunda, her fırsatı tikip, terip yürgenler, Uyg'urcha sözligini bilen, Uyg'urluqdan yatlaşkan yatlardır, tatlardır. Ulug' bovimiz Mahmud Qashqarning ta'biricha, Uyg'urlikning ta'tirini tanlaganlar tatlar deyilgan. Şuna tatlıqni davom qilayotgan, tatlıqni musulmonlik deydigan Uyg'urcha so'zlaguvchilarni zamonga,
taraqqiyotga boshlash milliy istiqlol va istiqbolning bo'libmi Uyg'ur Ramazonning taqazzasi. Ramazon bizdagi uyg'orlikning tarozisi. Tartquchi Allah. Töhbimizga, savobimizga shohid bo'luvchi atrofimizda yashayotganlardir. Ramazondagi ibodatlarimiz, ochqon, zuhur va iftorlar, ro'yimizda pishmagan, harakatimizda chala qolgan, xulqimizga singmagan uyg'orlikning barpochisidir. Agar bu musofirlik, bu sarsonlik, bu xorliq va motamlik hayotimiz bizni tatliqdan, yovvoyilik, yalqovliq, yomon xo'yliqdan ozod qila olmasa, hammamizning beshiga tegayotgan zulm tashlari bizni bir-birimizga hamkor, hamdam, hamnafas qila olmasa, nima qilarmiz? Tamoq yemay, ussuzlikni bosolmay qiynalib. Ulug' Ramazon musulmonlik haqida o'ylanish, tatliqdan, jaholatlik odatlardan saskinib, uyg'orlikda uyg'onishning, uyg'ur bo'lishning muqaddas boshlanmasi. Uyg'orlikni belgi qilgan uyg'urlik tarixdan beri bir millatning xarakteri emas edi. Uyg'urlik bir millatga nisbatan bir manzilning, bir pallining, bir madaniyatning ismi. Bir insonga nisbatan barliq insoniy fazilatlarning mujassimidir. Tugidi. 2019 yil 24 may Parij.